Shaxsiy brend qurishda eng katta xato nima, bilasizmi? Ko'pchilik shaxsiy brend qurish bu chiroyli gapirish yoki ijtimoiy tarmoqqa 10 ta 15 ta videoni yuklab qo'yishni tushunishadi. Aslida esa bunday emas. Men Abdukomil Abdujalilov marketing va savdo yo'nalishida umumiy 5 yildan ortiq tajribaga ega mutaxassis sifatida va 15 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan ekspertlarni ijtimoiy tarmoq orqali shaxsiy brendini qurishda yordam bergan mutaxassis sifatida sizga bu video orqali kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Xo'p, videoni boshlashdan oldin sizning shaxsiy brend haqidagi tushunchangizni o'zgartirishga, haqiqiysi qanday bo'ladi, shu narsa bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Shaxsiy brend bu siz xonada yo'qligingizda odamlar siz haqingizda qanday fikrda bo'ladi yoki qanday taassurotda bo'ladi yoki insonlar sizni ko'rganda yoki sizni ismingizni eshitganda miyasida qanday taassurot uyg'onadi, sizni kim deb ko'radi. Shu shaxsiy brend hisoblanadi. Hayotda shunday insonlar borki, Instagram, Telegram, YouTube'da blogini yuritmaydi, lekin o'zini ishida mutaxassis bo'lgani uchun, insonlar bilan munosabati yaxshi bo'lgani uchun ularning juda ham kuchli o'zining shaxsiy brendi mavjud. Ishoning, hatto sizning ham o'z shaxsiy brendingiz mavjud. Ya'ni insonlar sizni ismingizni eshitganda, o'zingizni ko'rganda qanday fikrlarni bildirishadi? Siz haqingizda nima deyishadi? Mutaxassis sifatida qanday ko'rishadi? Bu hammasi shaxsiy brend hisoblanadi. Bugungi videomizda shaxsiy brend qurishning 5 ta bosqichi haqida gaplashamiz va bu videoni oxirigacha ko'rgan holatda siz shaxsiy brend o'zi qanday bo'lishi kerak, shaxsiy brend qanday quriladi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak, barchasi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, birinchi bosqich bu o'zingizning maqsadingiz va qadriyatlaringizni aniqlab olish. Oliy maqsadingizni o'zingiz yaxshilab tushunib olish. Siz ijtimoiy tarmoqqa chiqmoqchisiz yoki shaxsiy brendingizni qurish orqali biror bir harakatga, natijaga erishmoqchisiz. Shu natija sizningcha idealda yoki yaxshi holatda qanday bo'ladi? Siz yanada taniqli bo'lmoqchimisiz? Siz biror bir mahsulotingiz yoki xizmatingizni birovga sotmoqchimisiz? Yoki siz odamlarga shunchaki xolis qiymat, yaxshilik ulashmoqchimisiz? Foydali ma'lumotlarni bilmoqchimisiz yoki ko'p 50 ming, 100 ming obunachi yig'moqchimisiz? Bu hammasi maqsadlar hisoblanadi. Siz avvalo o'zingizni, maqsadingizni aniq bilib olishingiz kerak. Chunki bitta misol keltiraman sizga. Tasavvur qiling, siz Toshkent shahridasiz va qayergadir bormoqchisiz. Birinchi holatda siz bormoqchisiz, Amerikaga uchib bormoqchisiz. Siz bilasiz, hozir mashinaga o'tirib aeroportga borishim kerak, aeroportdan kerakli reys orqali Amerikaga uchishim kerak. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat borki, siz masalan yana Toshkent shahridasiz, qayergadir borishingiz kerak, lekin qayerga borishingizni bilmaysiz. Siz u yerdan bu yerga adashib, aylanib yuraverasiz va hech qanday natijaga erishmaysiz. Ya'ni bu yerda muhim bo'ladigan narsa aniq maqsad qo'ygan holatda nima xohlayotganingizni o'zingiz birinchi bilishingiz kerak. Va ko'pincha buning javobi ko'proq daromad qilish, ko'proq pul ishlash, mahsulotingizni ko'proq sotishga olib boradi. Bu to'g'ri, bu yaxshi niyat, yaxshi maqsad. Lekin ikkinchisi oliy maqsad haqida ham o'ylab ko'rish kerak. Oliy maqsad bu sizning pul berilmasa ham, sizga pul to'lanmasa ham o'zingiz xohlab, yoqtirib qilishingiz kerak bo'ladigan, erishishga harakat qiladigan niyatingiz hisoblanadi. Misol uchun, mening shaxsiy brend bo'yicha mijozlarimdan biri 15 yildan ortiq, 20 yilga yaqin san'at sohasida tajribaga ega bo'lgan Sanjar aka Sattorov bilan o'zaro o'tirib shaxsiy brend qurishdan oldingi suhbatlarimizda biz shu narsaga kelganmizki, ularning notiqlik kurslari mavjud. Ya'ni odamlarga to'g'ri gapirishni o'rgatish orqali O'zbekiston aholisining yashash madaniyatini, darajasini oshirish, ularning hayotini yanada yaxshilash ekanligini, ya'ni oliy maqsad sifatida olganmiz. Yoki bo'lmasam yana bir mijozim logistika sohasida 15 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan G'olib aka Sattorov bilan o'zaro shaxsiy brend qurishdan oldin o'tirgan holatda suhbatlarimizda shu narsani, ya'ni maqsad qilib olganmizki, ularni yig'gan hayotiy tajribalari, karyeradagi tajribalari orqali ularni yoshlarga 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarga ustoz sifatida gavdalantirish va yoshlarni agar logistika sohasiga kirmoqchi bo'lsa, logistika yoki boshqa yo'nalishda karyera qilmoqchi bo'lsa, o'sha karyera qilishda qanday narsalarga e'tibor berish kerak, nimalar qilish kerakligi haqida va ularni to'g'ri yo'l topishi muhimligi haqida o'zimizga maqsad qilib olganmiz va bu yo'nalish bo'yicha ishlayapmiz. Shunday ekan, birinchi qiladigan ishingiz o'zingizga o'zingiz savol bering. Men kimman? Odamlarga qanday qiymat beraman va nima
harakatlarni bajarib qanday natijaga erishaman? Mening oliy maqsadim nima? Men charchaganimda, uyqum kelganida yoki ishdan ko'nglim bezor bo'lganida, lekin oliy maqsadimni eshitgan holatda meni nima energiyaga to'ldiradi? Nima yana o'rnimdan turib ish qilishga harakat qildiradi? Nima qalbimdagi og'riq? Nimadan qiynalganman? Nima bo'lishni, dunyoni qanday o'zgartirishni xohlayman? Shu savollarga javob bering va shunda boshlagan niyatingizga yarasha Xudo xolasa, nasib qilsa, qiymatini ham olasiz. Shaxsiy brend qurishda ikkinchi bosqich bu o'zingizni, auditoriyangizni tushunish. Ya'ni siz kimlar uchunsiz? Siz kimlarga qiymat bermoqchisiz? Sizning maqsadli auditoriyangiz kim? U nimalar haqida o'ylaydi? Uning og'riqlari nima? Uning orzulari nima? Uning maqsadlari nima? Uning oldida turgan muammolari nima? Unga siz qanday qiymat bera olasiz? Bu narsani avvalo o'zingiz yaxshi bilib olishingiz kerak. Ya'ni agarda siz o'z maqsadli auditoriyangizni tushuna olmasangiz, unga mos kontentlar ishlamaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'zingizga qiziq bo'lgan auditoriyani e'tiborini ushlay olmaysiz. Misol uchun, agarda bu videoda men shaxsiy brend xizmatini ko'rsatadigan mutaxassislarga qanaqa qilib shaxsiy brend bo'yicha xizmatini sotish mumkinligini tushuntirganimda edi, meni maqsadli auditoriyam bu shaxsiy brend qurish xizmatini ko'rsatadigan frilanserlar, mutaxassislar hisoblanardi. Lekin tadbirkorlar emas. Lekin bu videoning maqsadi o'zini shaxsiy brendini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga to'g'ri kerakli ishlar, harakatlar ketma-ketligini ko'rsatish va meni maqsadli auditoriyam bu bo'ladiki, tadbirkorlar yoki soha egalari, ya'ni biror bir yo'nalishda mutaxassis bo'lgan insonlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda men gapirmoqchi bo'lgan gapimni aniq bilganim uchun, kimga yo'naltirilganligini bilganim uchun shunga yarasha kontent tayyorlayapman. Shunday ekan, siz ham o'zingizni, auditoriyangizni biling, u kim, nimalarga qiziqadi, qanday muammolari bor, aniq bilib oling. Shunda keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi bosqich bu men buni qanday nomlaganman? Bu o'ziga xos uslub yoki samimiylik. Samimiylik nima? Bu samimiylik o'zingizni boringizcha hech qanday sun'iy ishlarsiz o'zingizni boringizcha auditoriyaga o'zingizni namoyon qilish hisoblanadi. Ya'ni siz jiddiy odammisiz? Unda jiddiy kontentlar qiling. Siz ko'ngil ochar, zavq-shavqqa to'la kontentlar qilishni yoqtirasizmi? Shu yo'nalishda kontent qiling. Kontentingizda yoki o'zingizning xarakteringizda yumshoqlik bormi? Yumshoq yo'nalishda o'zingizni kontentingizni yarating. Ko'pchilik xato qiladi. Bizda yengil-yelpi yoki oson qabul qilinadigan kulgili videolar trendda bo'lgani uchun ko'pchilik o'zini xarakteriga bu narsa to'g'ri kelmasa ham shu yo'nalishda ketishga, kulgili videolar qilishga harakat qiladi va qo'sh tirnoq ichida aytadigan bo'lsak, bu narsa yemaydi. Shunday ekan, siz birinchidan samimiy bo'ling va o'zingizni uslubingizni yarating. O'zingizni uslubingiz bo'lishi mumkin yengil, rasmiy, do'stona, hazilomuz, jiddiy va boshqalar. Bu narsani aniq qilib olgandan keyingina kontent yaratishga o'tish mumkin. Ana endi platforma tanlashga keldik. Keyingi bosqich bu o'zingizga mos platforma tanlash. Bizda O'zbekistonda keng tarqalgan platformalarni aytaman va u qaysi auditoriyaga ko'proq mosligini aytaman va o'zingizdan kelib chiqqan holatda shu platformalarni birini yoki bir nechtasini tanlashingiz mumkin. Agarda siz o'zingizni biznes xizmatlaringizni sotmoqchi bo'lsangiz, siz ko'proq networking, biror bir tadbirkorlar yoki soha egalariga o'z xizmatingizni sotmoqchi, ularga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga eng to'g'ri keladigan platforma bu Facebook platformasi hisoblanadi. O'zbekistonda Facebook platformasidan ko'proq madaniy darajasi yuqori bo'lgan biror bir kasb egasi yoki tadbirkorlar yoki biror bir kontentga jiddiy ko'z bilan qaraydigan insonlar ko'proq foydalanishadi. Xo'p, keyingisi, agar siz nisbatan yoshlar auditoriyasiga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki misol uchun siz tadbirkorlarga xizmat sotasiz, lekin tadbirkorlar ham nisbatan yosh auditoriya bo'ladigan bo'lsa, bizda eng keng tarqalgan va ommaga chiqishingiz oson bo'lgan platforma bu Instagram tarmog'i hisoblanadi. Xo'p, keyingi bizdagi platforma bu Telegram. Telegramni deyarli ko'pchilik biladi, deyarli hammaning telefonida bu mavjud. Agarda siz ko'proq fikrlaringizni matn ko'rinishida bermoqchi bo'lsangiz, uzunroq kontentlar ishlamoqchi bo'lsangiz va foydalanuvchilar bilan yaqinroq munosabatda bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga Telegram platformasi to'g'ri keladi.
va bundan tashqari bizda TikTok bor. TikTok ham nisbatan yosh auditoriyaga moslashgan va LinkedIn bor. LinkedIn nisbatan bizda rivojlanmagan, lekin uni o'sha o'zini sohasiga ega bo'lgan, eksportga chiqmoqchi bo'lgan yoki import bilan ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar yoki bizneslar foydalansa bo'ladi. Muhimi, qaysi platformani tanlasangiz ham uni nyuanslarini, uni instrumentlarini yaxshilab tushuning va shundan keyingina harakatlar ketma-ketligiga o'ting. Ana endigina oxirgi bosqich kontent yaratish bosqichiga yetib keldik. Ya'ni boshida aytgandek, shaxsiy brend bu videolarni Instagramga, ijtimoiy tarmoqqa joylash emas degandik. Video ishlash, kontent ishlash bu shaxsiy brendning bir qismigina xolos. Tepadagi ishlarni qilgandan keyingina kontent ishlashga o'tish mumkin. Xo'p, kontent ishlashdan oldin siz kontent plan tuzib oling. Ya'ni bu hafta davomida, bu oy davomida qanday kontentlar chiqadi, mavzusi nima, formati qanday bo'ladi, qanday tilda bo'ladi, hammasini oldindan rejalashtiring. Rejasiz ish boshlamang. Bu narsa ishlarni orqaga ketishiga, kechikishiga yoki to'g'ri maqsaddan chalg'ib ketishiga olib kelishi mumkin. Siz kontentlaringizda o'zingizni boricha ko'rsating. Odamlarga bermoqchi bo'lgan qiymatingizni ko'rsating. Hech qachon hype'ga berilmang. Hech qachon o'zingizga to'g'ri kelmaydigan trendlardan foydalanmang. Yoki hech qachon yasama, sun'iy bo'lishga harakat qilmang. O'zingizni boricha kontent orqali ko'rsatishga harakat qiling. Demak, shaxsiy brend qurishdan oldin siz o'zingizni maqsadingizni aniq biling. Auditoriyangizni tushuning. Samimiy bo'ling. To'g'ri platforma tanlang va ishlamoqchi bo'lgan kontentlaringizni rejasini tuzib, endi amaliy ishga o'ting. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga rostdan ham shaxsiy brend qurish mavzusi qiziq. Xo'p, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda sizga xolis bitta yordam qo'lini cho'zishim mumkin. Agarda siz shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, qanday ishlarni ketma-ketlikda qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizni yarim soat, ya'ni 30 daqiqa yoki 1 soat davom etadigan strategik sessiyaga taklif qilaman. Bu strategik sessiya bepul, sizdan hech qanday pul yoki nimadir talab qilinmaydi. Agarda siz rostdan ham jamiyatga foydali qiymat bera olsangiz, o'zingizda yetarli bilim bor, shaxsiy brendimni qurishim kerak, lekin qanday yo'l-yo'riqdan o'tishim kerak, qanaqa xatolarni qilmasligim kerak, qanaqa yo'l xaritasi tuzib olishim kerak, sizga bu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'yicha sizga yordam berishim mumkin. Demak, siz pastda qoldiradigan link orqali o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni qoldirasiz. Men u ma'lumotlarni kuzatib, tanishib chiqaman va nasib qiladigan bo'lsa, sizga aloqaga chiqqan holatda yoki yuzma-yuz yoki onlayn Zoom orqali sizni muammolaringizni eshitaman. Siz nima xohlayapsiz? Qanday yo'nalishdan ketmoqchisiz? Shaxsiy brend deganda o'zi nimani tushunasiz? Qanaqa ishlarni qilib tezroq natijaga erishishingiz mumkin? Hammasiga qo'ldan kelgancha javob beraman. Va bu narsada sizga yordamchi bo'laman. Aytganimdek, bu narsa bepul, hech qanaqa sizdan ortiqcha xarajat yoki ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Agarda niyatingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham xolis insonlarga foydali kadr sifatida shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, bu narsada yordam berishga mamnunman. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Keyinchalik ham sizga foydali bo'ladigan kontentlar ulashishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.